Bitta sir aytaman, 30-32 haftagacha umuman hech narsa mashq qilmasa ham homila o'zi aylanib qolishi mumkin. Bachadon tonusida yoki suvimizni o'ti kam bo'lsa, homila hech qanaqasiga aylana olmaydi. Homiladorlikni har xil muddatlarida homila har xil joylashishi mumkin. Goh boshi, goh dumbasi. Ko'p holatlarda, ya'ni tabiiy tug'moqchi bo'lgan ayollarda shu muammo kelib chiqadi, agar homila dumbasi bilan joylashib qolsa va albattaki ko'p UTI shifokorlar yoki ginekologlar emaklab yurishni tavsiya qilishadi. Emaklab yurish yoki sajda qilish o'zi aslida nafaqat homila dumbasi bilan joylashganda, umuman ayol uchun foydali. Ya'ni buyraklari ozgina dam oladi, siydik yo'llari ochiladi, chanoq tubi mushaklari ozgina yumshaydi va hokazo. Bitta sir aytaman, 30-32 haftagacha umuman hech narsa mashq qilmasa ham homila o'zi aylanib qolishi mumkin. Ko'proq mashqlar buyuriladi 30-32-35 haftagacha agar homila dumbasi bilan joylashsa. Lekin bir narsani inobatga olish kerak. Bunda albatta hech qanaqa erta tug'ruq xavfi belgilari bo'lishi kerak emas. Qonli ajralmalar bo'lishi kerak emas. Bachadonda kuchli tonus bo'lishi kerak emas. Kam suvlilik yoki ko'p suvlilik bo'lishi kerak emas. Ya'niki bachadon tonusida yoki suvimizni o'ti kam bo'lsa, homila hech qanaqasiga aylana olmaydi. Qonli ajralmalar kelganda ham yo'ldosh ko'chib qolish ehtimoli bor. Yoki deylik, homila 2 marta kindigiga o'ralgan hamda dumbasi bilan. Bunaqa holatda ham tavsiya qilinmaydi. Aksincha, bola battar yana aylanib kindigiga o'ralib qolishi mumkin. Shuning uchun dumbasi bilan kelganda ayol albatta shifokorga ko'rinishi kerak va mana shu aytib o'tilgan faktorlarni istisno qilgan holatda mashqlarni qilishi mumkin.